Assalomu alaykum Zafarbek Umra obunachilari. 14 kunlik paket Sentrum kompaniyasi bilan sizlarni Umra ziyoratiga kelishni taklif qilib qolamiz. Mana bu Safo Marva, sizlarning ham shu joylarda shu insonlar singari chiroyli amallar bilan saylarni qilishlari, Baytullohni tavof qilishlarini, payg'ambarimiz ravzalarini ziyorat qilishni nasib aylasin. Hammalarni yaxshi amallar bilan bu dunyoda imtihon dunyolarimizni oson qilishlarini nasib aylasin. Bu paketimiz 14 kunlik bo'lib, bundan 3 kuni Madina Munavvarada, 11 kun Makka mukarramada o'tkazamiz. Madina Munavvaraga borganimizda bu yerda 2 mahal taom bo'ladi. Madina Nabaviy masjidlari sayohatlarini birinchi kuni qildiramiz. Ikkinchi kuni esa Madina shaharda ziyoratlarga olib chiqamiz. Makka mukarramaga kelganda esa Makka mukarramada umra amallarni bajaramiz. Umra amallaridan keyin Toyib shahriga borib yana umra amal qilamiz. Shaharlarda qayerlarda ziyoratgohlar bo'lsa, ziyoratgohlarga olib boriladi. Umra nimalarga Arafat tog'iga olib boriladi. Bundan tashqari yana Qizil dengizga olib boriladi. Qayerda sayohatlari bo'lsa, o'sha joylarga hamma joyga olib boramiz. Sizlarni hammalari shu joylarga kelishlarini mana Ka'baga qarab duolar qilyapmiz. Ro'zi nasib aylasin. 70 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha birodarlarni shu joylarga kelib Allohning baytini tavof qilishlarini ro'zi nasib aylagin. O bandalarini sa'y qilishlarini ro'zi nasib aylagin. Hamda ularni Allohim gunohlarini kechirgan holatda oila a'zolari bilan diydor ko'rishlarini ro'zi nasib aylagin.